Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zgidromet tezkor ogohlantirish bilan chiqdi. Darhol xabardor bo'ling. Assalomu alaykum do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi va dolzarb yangiliklardan faqatgina birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostiga bir donadan like bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Barchangizga kattakon rahmat. Diqqat qiling. O'zbekistonning 6 ta viloyatida qor ko'chishi xavfi mavjud. Bu haqida O'zgidromet ogohlantirish bilan chiqdi. Gidrometeorologiya xizmati agentligi tomonidan berilgan ma'lumotga ko'ra, joriy yilning 2-6 mart kunlari kutilayotgan yog'ingarchilik hamda havo haroratining o'zgarishlari sababli respublikaning tog'li hududlarida, shu jumladan Qashqadaryo viloyati, Dehqonobod, Kitob, Qamashi, Shahrisabz tumanlarida, Surxondaryo viloyati, Boysun, Qumqo'rg'on, Sarosiyo, Uzun tumanlarida, Samarqand viloyati, Nurobod, Qo'shrobod, Samarqand, Urgut tumanlarida, Jizzax viloyati, Baxmal, Zomin tumanlarida, Toshkent viloyati, Bo'stonliq, Parkent, Ohangaron tumanlari, Chotqol tizmasi tog'lari, Namangan viloyati, Pop tumanlarida qor ko'chishi xavfi e'lon qilinadi. Tog'oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar, dam oluvchilar hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rish so'raladi, deyiladi xabarda. Do'stlar, o'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Ha aytgancha, agarda kanalimizda yangilardan bo'lsangiz, hoziroq kanalimizga obuna bo'ling.